qancha pul ketdi расход? Общий-то u yoq bu yog'i $450 tushdi. Endi buni hammasini hozir ochib yuborsam bo'lmaydi. O'zimizga yarasha sir sinovatlarimiz bor. Shunaqa. Объем har doim qiziq bo'ladi. Ishlab chiqarishda bo'lsin, boshqa sohalarda bo'lsin, объем har doim qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum Izzatullo aka, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Hop, bu video o'zimiz uchun yozib olinadi. Shu studiya haqida gaplashamiz. Ya'ni bu studiyaga birinchi bo'lib beradigan savolim qancha pul ketdi расход? Xo'p, расход masalasiga keladigan bo'lsak, biz o'zimiz yonimizdan расход qilmaganimiz uchun ko'p расход ketdi demayman. Chunki bor mahsulotlardan foydalanyapmiz. Shu mikrofon, China box, keyin bu RGB lampalar общий-то u yoq bu yog'i $450 tushdi birinchi olishimizda. Undan qolgan narsalarimiz bor edi. Shundoq ham eslatib o'tamiz. Zinat dizayn kompaniyasini marketing jamoasiga yig'ilgan narsalardan foydalanib boshlangan proyekt bu. Tushunarli. Xo'p, bu proyektimizga nom masalasi qanaqa bo'lyapti? Qanday nom qo'ymoqchisizlar? Xo'p, nom masalasi hali mavhum. Jarayonda nom masalasi. Chunki men bilishim bo'yicha eng boshqa narsa bu nomdan kelib chiqadi. Ya'ni bittada nom уже yo sotish kerak yoki qanaqadir jarangli bo'lishi kerak. Shunaqa o'zi namingda kriteriyalar bor. Shu bo'yicha izlanib yaxshi bitta nom tayyorlashimiz kerak. Nomda hamma narsa aytib o'tib keltirish kerak. Misol uchun M-faktor, korzinka. Nomda o'zi eshitishingiz bilan nimadir уже shu miyada paydo bo'lishi kerak-da. Misol uchun korzinka bu hamma miyasiga do'kon. Misol uchun aytaylik, Shahobiddin ota savdo do'konidan ko'ra korzinka brendi udobniy. Bitta esda qoladi. Shuning uchun nomni studiya tanlashda misol yoki bo'lmasa bir narsa studiya degandan ko'ra aytaylik Asadbek bergan variant Bek studiyami yoki Bekmti o'zimni bilmayman, shunaqa qilishimiz mumkin. Endi uni o'ylab chiqamiz hali. Tushunarli. Qarang, mana hozirda bozorda o'zida ham adashmasam studiyalar juda ham ko'p, kundan kunga oshib bormoqda. Shunga fikringiz qanaqa? Misol studiyalar narx-navo bo'yicha ham rosa raqobatdosh bo'lib yuribdi hozir bir-biriga nisbatan. Bizda meni qadriyatlarim ichida shunday narsa borki, karvon ko'p rizqi bo'lak. Misol uchun boshlaymiz inshaalloh yaxshi niyat bilan, yaxshi harakatlar bilan boshlaymiz. Aytganimizdek, karvon ko'p bo'lsa ham rizqi bo'lak bo'laveradi. Ya'ni biz harakat qilamiz, bizning klientimiz boshqa. Biz boshqacha taklif beramiz bozorga yoki boshqacha yana shart-sharoitlar bilan chiqishimiz mumkin yoki o'zimizni Zinatdan bor klientlarimiz orqali biz o'zimizga klient jalb qilishimiz mumkin. Shunaqa o'ziga yarasha uni ham o'ylab chiqqanmiz. Endi buni hammasini hozir ochib yuborsam bo'lmaydi. O'zimizga yarasha sir sinovatlarimiz bor. Shuning uchun xudo xolasa rejalar bor bu bo'yicha. Tushunarli. Xo'p, yana bitta savolim bor edi. Sizlarning mana shu bozordagi boshqalardan ajratib turadigan unikal takliflar qanaqa bo'ladi? Xo'p, unikal taklifimiz biz klient hozir nima desa o'shanga yuramiz. Ya'ni o'zimizning qat'iy standartlarimiz yo'q. O'zimizning qanaqangidir qonun-qoidalarimiz hozircha mavjud emas. Bu kelajakda bo'ladi. Klientlarimiz shundan foydalangan holda bizdan shu narsa orqali foydalanib, o'zlariga ham shunaqa foyda olishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni ular bizga foydasini beradi pul qiymat tomonidan. Biz ham shu nima aytganini desa, o'shani qilib foyda berishimiz mumkin. Vaqtini ular aytganga moslashishimiz mumkin, summasini kelishishimiz mumkin ularga. Konkret aniq standartlarimiz yo'q, chunki bizda hali bunaqa moddiy texnik bazamiz kuchli emas. Keyin bu sinov tariqasida qilinayotgan loyiha. Shuning uchun bozorga любой narsani aytganingizni qilib beramiz. Ya'ni har qanday aytganiga ko'namiz degan mesej bilan chiqib turamiz hozir. Tushunarli. Xo'p, aka qarangda hozir mana shu bizni ko'rib turgan misol studiyada ishlamoqchi bo'lgan mijozlarga misol uchun narx qiziqda. Bir soatga qancha yoki bir kunga olsa qanaqa skidkalar bor? Shular haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Skidkalar hali u haqida reja qilmadik. Lekin narx-navo o'rtacha bitta reels uchun yoki shu bitta video uchun gaplashiladi va u tazaga qarab belgilanadi. Avvalo inson o'zi xohlayotgan narsasiga qarab, misol uchun kimdir kamerada olinib, yana montajni ham Premiere Pro dasturida qilinishini xohlaydi. O'ta dahshat motionlar professional darajada xohlaydi. Motion, ranglar bilan ishlash misol uchun bo'lishi mumkin. Shunaqalarda xohlasa, albatta bu qimmatroq bo'ladi. Lekin yangi endi shaxsiy brendini endi yo'lga qo'yayotgan, mutaxassis sifatida endi shakllanib borayotgan inson uchun oddiy iPhone ham bo'lishi mumkin. iPhone da ham nimadirlar qilib bera olishimiz mumkin. Ularni ham sizlarda mumkin, iloji bor. Albatta, CapCut'da
dasturlar, CapCut dasturi, VN dasturlari orqali ularga boshlang'ich etapdagi shu montaj xizmatlarini, studiya xizmatlarini taqdim qilsak va bunda alohida narx bo'ladi. Endi u aytaylik, agar professional darajada bo'lsa $35-40 bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni sizlarda studiya soatga olinmaydi, bitta video reels uchun olinadi. Ishbay gaplashilinadi. Agar bo'lishi mumkin, misol uchun 10 ta aniq sizlarga olgizaman va pertaplata mana deb beriladigan bo'lsa, qanaqadir skidkalarimiz bo'ladi, 5-10% skidka. Ya'ni oldindan to'liq o'qisa, skidka olish mumkin. Shunaqa. Ob'yom har doim qiziq bo'ladi. Ishlab chiqarishda bo'lsin, boshqa sohalarda bo'lsin, ob'yom har doim qiziq bo'ladi. Ya'ni biznes sifatida, ya'ni bittadan ko'ra 10 ta mahsulotni arzonroq, sal arzonroqga sotgan yaxshi har doim. Men uchun shunaqa. Shunaqa. Xo'p, masalan, sizga kattaga rahmat aka, shunchalik vaqtingizni ajratib keldingiz. Xudo xohlasa, studiyamiz raqamlarini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.